Assalomu alaykum qadrli chorvador aka-ukalarimiz. Yem do'koni bor aka-ukalarimiz, mana bu xudo xolasa narsamizni ochdik. Xudo xolasa yaqin 3000 tonna. Yamamiz uzunligi ham salkam 300 metr. 16 aprel hafta kuniga payshanba. O'ta ham donli siloslarimizni ochganmiz akalar mana. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xudo xolasa siloslarimiz o'ta darajada donli chiqdi akalar. Narxlari ham juda qulay holatda. Qishloqlikda o'siz birorta odamga bering, xataligingizni bilaylik. Men sizni qidirib qalarga borib keldim hozir. Mana siloslarni to'plab to'shirganmiz. Donli silos so'raganlar uchun. Vücudu don. Dondan boshqa narsa yo'q. Ranglari ham mana sapsariq, o'ta ham sariq. Akalar kimga shunaqa siloslar bo'lsa demak murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana qopdagi holatlari mana akalar. O'ta darajada donli. Xudo xolasa qo'rqmasdan aytamiz. Cheklanmagan miqdorda deb. Kimga shunaqa siloslar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yamamiz uzunligi mana manzilimizni eslatib o'taman, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Ishchilarni ham ikki tomondan mana solganmiz qoplovchilarni. Xudo xolasa bizni generalimiz qopdagi holatlari to'g'risida don. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda bor xudo xolasa. Bundan keyingi yamalarimizni ham olib qo'yganmiz. Katta shunaqa yamalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.